Onajonim Toshkent viloyatida bir tadbirkor akamiz bor. Har hafta 8 million pul ajratadi. Toshkent City'da bir akamiz bor. $100 bilan 200 ming so'm pul berdi. Allah razı olsun. Bir hoji onamiz bor, pensioner. Har hafta $500 ajratadi. 1, 2, 3, 4, 5. Bereket topsin. Allah razı Amin. olsun. Yana bir tadbirkor akamiz bor. U ham $500 ajratdi. 1, 2, 3, 4, 500 mana. Allah razı olsun. Algoritmda bir akamiz bor. Har hafta $200 zakot ajratadi. Bu zakot puli debdi mana. Allah razı olsun. Bir doirachi akamiz bor. Doirachi akamiz ham $100 har hafta ajratyapti. Uchtepadan bir akamiz mana $200. Allah razı olsun. Allah $1600 8 million so'm. O'zlariga ham, o'zinglarga ham kartalariga 11 million, bu yoqdan 1 million 800, $500. Jami yo'q bu yog'i $1,500. Sizdagi bilan $3100, men bilan $3200 pul yo'q. Allah razı Endi olsun. har safar uddalay turdik, bu safar biz o'zimiz kartalarimizga ham kam tushib 5000 bo'lib qoldi xolos. Onajonim mana $18600. Uddaladik. $235,197,000. Bankda ipoteka bankiga kirdik, Alloh rozi bo'lsin, o'chirtlarini ham bizga berishib, so'mimiz yo'q, mayda juda dollar bersak bo'ladimi deb hammasini dollar qilib berdi. Sizlarga ham oson bo'ldi. 2000, jami $22,000. Operatsiyaga bemalol yetadi. Hozirgi xalq sanang bo'ladi. Rozimisizlar? Rozimiz. Biz uddaladik onajon 24 soatda. Bitta duo qiling. Shu mana shu videolarimizni o'zi puli yo'q, lekin tarqatib savobga bo'ladi deb tarqatishadi. Istoriyalarga qo'yishadi. Mana ehson qilishadi. Kimdir 5000, kimdir 10000, kimdir bemorim shifo topib ketsin, shu ehson qilsam dedi. Barcha O'zbekistonda 12 ta viloyatda. Men bir oddiy qulman siz kabi. Men o'zim bu ishlarni qila olmayman. Men xalqim bilan uddalayman. Chunki biz bir xalqmiz, birlashsak vatanmiz. Bir duo qiling hamma ehson qilib. Allohim, shu uzoq yurtlardan keyin meni bolam uchun xayr ehson qilish uchun kelganlaringiz uchun hammalaringizga avvalambor rahmatlar aytaman. Sizlarga ham umrlaringiz uzoq, rizqlaringiz butun bo'lsin. Xudoyo xudo banda bundan ham martabalaringiz ulug' bo'lsin. Buni o'rnini Alloh sizlarga bergan insonlarga 100 barobar, 10 barobarlab Xudo o'rnini to'ldirsin. Alloh. So'mdagi cheklari $10 qilingan cheklari. Mana onajonim, tezroq jo'natib, endi tezroq operatsiya qilib kelib, kelaman bitta alohida oshiymiz. Kelishdingmi? Andijonda bizning tadbirkorlarimiz bor. Rizo kolbasasi sifatiga, mazasiga, haloliga gap bo'lishi mumkin emas. Chunki halol sertifikatlarigacha ham olgan, chet el sertifikatlarini ham olgan. Mazasi juda zo'r. Shuni bir oilaviy iste'mol qilib, shu rizo kolbasalariga ham, ehsonlarga duo qilib qo'ysa, amin, amin. Barcha ehson qilganlardan, videoni tarqatganlardan, biz bilan yelka-melka 24 soat har haftalik chiqargan ehsonimizda bardavom bo'lganlardan Alloh rozi bo'lsin. Kelasi payshanbada ehsonlarimizda ko'rishguncha assalomu alaykum. Sinov kelsa naridan, yolg'izlikning qa'ridan, sabr ila baridan o'tkazganingga shukr. Omadim ketsa har gal, tiz cho'kmadim hech mahal. Orzularim tuz tugal, bitkazganingga shukr. Omadim ketsa har gal, tiz cho'kmadim hech mahal. Orzularim tuz tugal, bitkazganingga shukr.